Minnatdorman sog'lik deng. Даже kamaytirish kerak. Sog'lik bu tirik narsa, boylik bu tirik narsa, bu energiya hammasi. Muhabbat bu tirik narsa. Izobiliya nima edi o'zbekchasidan? Izobiliya. Короче, esimdan chiqib ketdi. O'tgan safar Feruza aytdi. Короче, mana shu nimalar bor-ku, omad, например, muvaffaqiyat, mana shuni hammasi tirik narsa, qizlar. Kerakmi muhabbat? Bir kunda bor-ku, ertalabdan kechgacha minnatdorman muhabbat deng. Minnatdorman muhabbat. Muhabbatni o'ziga прямой minnatdorchilik eting-da. Shunda boshini sizga buradi muhabbat. 1000% garantiya beraman qizlar. Omad kerakmi? Minnatdorman omad deng. Sog'lik kerakmi? Minnatdorman sog'lik. Minnatdorman yoki men sog'lom bo'lmoqchiman. Alloh taolo senga rahmat yoki bo'lmasa ey Xudo meni sog'lom qil, meni o'g'limni sog'lom qil. Biz so'rayveramiz-ku. So'rash kerak emas. Prosta minnatdorchilik etish kerak. Nima uchun? Sog'likka minnatdorchilik eting. Serobgarlik, молодец. O'sha minnatdorman serobgarlik, molshilik. Qazoqchasidan bilaman molshilik ekan, o'zbekchasidan bilmay turman. Tushuntira oldimmi? Mana shuni eting qizlar, bu dunyoda bor-ku, mana bu koinotdan xohlagan narsangizni tortib olasiz. Mana men живой fakt sizlarga. Yozdim, hayotimga kirib keldi. Nimani oldinlar yozib kutib o'tirardim. Hozir shunaqangi oldinlari edi, katta baliq, kichkina baliq yeb qo'yadigan payt. Hozir o'sha tez baliq, sekin baliq yeb qo'yadigan payt keldi. Oldinlari 40 yilda qaytsa, hozir 40 sekundda qaytyapti. Shunda aytdim-ku kecha bittasiga, mayli $100, $100 deb, mayli $200 ikkalasiga shunda ketsa ketibdi dedim. Hali pulim joyidan ketgani yo'q, Alloh o'rni to'ldiryapti dedi qizlar. Men yig'lavordim. Gap pulda emas. Men shunchalik koinotdan oson ekanligini, xohlagan narsamizni tortib olishimiz hammasi o'zimizning qo'limizda ekanligini men shuni his qilib bilasizmi? Prosta men aytayman, Xudo, shuni odamlarga qanaqa yetkazsam ekan?